akalar qaranglar qanaqa такой сказочный uyga o'xshaydi. Dizayniga alohida baho beringlar. Dizayni ham такой qilingan, arxitekturasi ham umuman boshqacha dizaynda qilingan. Xo'p, uyimizni hovlisi yo'q, hovlisi orqa tarafda bor. Mana bu yerdan mashina kirib ketiladi. Ya'ni podzemniy parkovka qilib qo'yganlar. Xo'p, uyimizni arxitekturasiga alohida baho berdinglarmi? Endi ichini ko'ramiz. Ichida umumiy xonalar soni 5 ta bo'lyapti. 4 ta spanli, bitta zal, ya'ni studiyniy zal qilingan, kuxnya bilan chambarchasi, ya'ni bog'lanib ketilgan. Hamma qilib ikkinchi etajga chiqib ketiladi. Hozir biz birinchi etajni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Ana bundan keyin ikkinchi etajga chiqsak bo'ladi. Hop, birinchi etajda shunga kirishimizda mana bunaqa bizani kutib oladigan koridorimizni ham takoy qilib qo'yganlar akamiz. Hop, o'ng tomonda mana bunaqa sanuzil qilgan. Общий sanuzillar soni 3 ta bo'lyapti. Bitta master spalni, bitta mana bunaqa sanuzil. Hop, bu pastga olib ketadigan joy. Uni pastdan ko'rsataman. Hop, bu yoqda mana bunday qilib kiramizda, chap tomonimizda bitta spalni, ya'ni yoshi katta insonlar bo'lsa yoki biznesmen akalar bo'lsa, mana shunaqa spalnini bemalol o'ziga takoy xona qilib olsa bo'ladi, ya'ni рабочий zona qilib olsa bo'ladi. Hop, bu yoqda kattagina zalimizni ham arxitekturasini ajoyib qilishga mana dizayniga ahamiyat beringlar, pardalariga ahamiyat beringlar. Hop, bu yoqda kuxnyamizda ham yaxshi mahsulotlar ishlatilgan. Hop, zalimizning umumiy ko'rinishi mana shunaqa. Hop, bitta mana bunaqa qilib televizor qo'yib qo'yibdilar akamiz, chiroyli qilib. Umuman uyimizning arxitekturasi menga yoqdi, fayzli xonadonlardan bittasi. Hop, endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatimizda mana chiqarishimizda chap tomonda sanuzil kelyapti. Hop, sanuzilni mana sizlarga ko'rsataman. Svetlarni yoqib, sanuzilni ham takoy qilib qo'yganlar. Uyimizda takoy skromniy qilib, high-tech usulida qilib qo'yishgan. Hop, bu yoqda mana biblioteka zonasi, bu yerda daftar, kitob, o'qilgan kitoblar mana bunday qilib. Hop, bu tomonda, chap tomonda родительский, ya'ni kattalarni spalniy xonasi. Bu yoqda o'zini отдельный garderobi bor, отдельный sanuzeli bor. Hop, bu yoqda ikkita детский xona bo'lyapti. Bu yoqda qizlar uchun qilib qo'ygan lokamiz. Qizlarning xonasi, hop, bu yoqdagi o'g'illarning xonasi. Okalar, uy dizayni nima deyapti, o'zi nima deyapti? Nima deb o'ylaysizlar? Narxiga arziydimi, arzimaydimi? Menimcha arziydi deb o'ylayman. 208 sotuvga qurilgan mana shunaqa shinamgina hovlimizni mana shunaqa dizaynda, high-tech usulida sotilyapti. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib bizga telefon qilsanglar, sizlarga kerakli ma'lumotlarni beramiz. Hammaga yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.